هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Fussilat tefsiri 37. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygur tercümesi, Fussilat suresi 37. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kechi bilen gündüz, gün bilen ay Allah'ın birligini ve kudretini gösteren alametlerdendir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kech kunduz Allohga tasbih aytib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Bumu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishidi. Shubhisizki zaminni terildirgan zot o'liklarni albatta terildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Allah Teala'nın dünyadaki alametleri doğrusunda. Allah Teala özünün büyük kudretlik ikenligiga insanlarını agahlandırıp, özünün tengdaşsızlıkını, xalagan narsani qilishga qodir ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Kechi bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni Alloh taolo kechini qorong'uligi bilan, kunduzni yorug'lik bilan yaratdi. Ular to'xtamasdan bir-biriga ergishib sayr qiladi. Quyoshning nurliq bo'lishi va nur chechishi, oyning yorug' bo'lishi va uning o'z palikida sayr qiladigan manzillardan oldin ola o'rinlashtirilishi, uning o'z o'qi atrofida o'xshamagan holatda uzib yurishi, oyning sayr qilishining o'xshamasligi, kunning sayr qilishining o'xshamasligi qatorliq ishlar kechining, kunduzning, juma kunlarining, oylarning ve yıllarının miqdarini bilish uchundir. Bunun bilan haq, huquq ve vaciblarning o'rinlanadigan vaqti, ibadetlerinin ve hayatlık faaliyetlerinin vaqtları muayyanlaşıdır. Quyosh bilan ay üstünki ve tövenki alemde en aşkarı görünadigan yulduzlar bo'lganligi uchun Allah Teala o ikisinin özünün məxluqatı ekanligini hem özünün başqurishi ostida bo'ladigan ikki məxluqat ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Ya'ni Allah Teala'ga şirik keltirmanglar. Allah Teala'ga boshqani Allah Teala'dan qo'shib qilgan ibodatinglar sizlarga manfaat yetkazolmaydi. Allah şirik keltiruvchini mag'firat qilmaydi. Agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortsa,
Allah Teala'ga Allah'tan başkını şerik kıysa, Rabbinin dergahidikiler, yani periştiler, geç gündüz Allah'a tesbih etip durdu. Ola malal bulup kalmaydı. Bu vaqtda Allah Teala mundaq degan: Eğer bu müşriklar ularni, yani kitap, hikmet ve peygamberlikni inkar qilsa, ularni inkar qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Bu mu Allah'ın birlikini ve kudretini gösterdiğin alametlerdendir ki, yani ölükni qayta tirildirishga Allah Teala'nın kudretli ekanligini gösterdiğin alametlerden sen ziminni qaqas görsen, yani çölderep ketken, onunda hiç qandaq ösümlük ve hayatlıqdan əsərimi bolmagan halda görsen, onunla yağmur yağdırgan vaqtimizda zimin kötürüldü ve köpüşüdü. Yani zimin barlıq tür ve rengdeki ziraatlarını ve meyvelerini östürdü. Şübhisiz ki ziminni terildirgen zat ölüklerini elbette terildirgüçüdür. O hakikaten her nersik qadirdir. Şübhisiz ki bizning ayetlerimizni burmalab tushundiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqinglarni qilinglar. Şübhisiz ki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Şübhisiz ki Kur'an kelganda uni inkar qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Şübhisiz ki Kur'an g'olib kitobdir. Onunla oldidanmi, arqasidanmi, yani hech qaysi tarafidan batil yuzlanmaydi. U hikmet bilan ish qilg'uchi, madhiyaga loyiq Allah tarafidan nazil qilingandir. Sana müşrikler tarafidan aytiladigan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Şübhisiz ki senin Rabbin mağfiret egisidir ve qattiq azap egisidir. Haqni burmilg'uchilarga berildigan azap ve Kur'an'ın sübut doğrusida. Şübhisiz ki bizning ayetlerimizni burmilab tushundiradiganlar İbn Abbas mundaq deydi: Burmilab tushundirish deganlik so'zni o'z o'rnidan boshqa o'ringa ishiltish demektir. Qatada ve boshqalar mundaq dedi: Burmilab tushundirish haqni inkar qilish ve onunga qarshi chiqish demektir. Bizga maxfiy qolmaydi. Bu ayette qattiq tahdid ve agahlandirish vardır. Allah Teala ayetlerini, güzel isim ve sıfatlerini burmalab tushundirgan odamni bilib turdi. Uni kelgusida ash qilmishlari uchun tegishli azob oqibat bilan jazolaydi. Shuning uchun Alloh Teala mundaq deydi: Qiyomat kuni davzaqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Yani davzaqa tashlanadigan odam amin bo'lgan odam bilan barobar bo'lamdi. Ular hargiz barobar bo'lmaydi. Allah Teala kafirlarga tahdid qilgan holda mundaq deydi. Mundaq dedi: Xoliqinglarni qilinglar. Mujahid, Zahak ve Ata Xurasani qatorliqlar Xoliqinglarni qilinglar degan bu oyatda qattiq ogohlantirish bordir dedi. Yani yaxshilik qilamsizlar yoki yomonlik qilamsizlar, xoliqinglarni qilinglar. Allah Teala sizlarni bilib turg'uchidir, amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Shuning uchun Allah Teala mundaq deydi: Şübhisiz ki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Şübhisiz ki Kur'an kelganda uni inkar qilganlar qattiq jazoga uchraydi.
Şübhisizki Qur'on g'olib kitobdir. Ya'ni u nihoyatda puxta kitob bo'lib, hech odam uningga o'xshash kitobni keltirishga petin olmaydi. Uningga oldidinmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. Ya'ni uningga botilning yuzlanishi mumkin emas. Chunki u olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingan kitobdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: u hikmat bilan ish qilguvchi, madhiyaga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni Alloh so'zlarini va ishlarini hikmat bilan qilguvchidir. Alloh jimi buyurgan narsada va jimi cheklagan narsada madhiyaga loyiqdir. Alloh taologa mansub bo'lgan barliq ishlarning natijasi madhiyaga loyiqdir. Sana mushriklar tarafidan aytilgan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Qatada, Suddi va boshqalar bu oyat haqida mundaq deydi: sana mushriklar tarafidan aytilayotgan inkor so'zlari faqat sendan ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan inkor qilish so'zlarining o'z aynidir. Xuddi sen inkor qilingandek, u payg'ambarlarmo inkor qilingan edi. Xuddi ular qavmlari tarafidan kelgan aziyatlarga sabr qilgandek, senmo qavmingdan yetgan aziyatlarga sabr qilgin. Şübhisizki senin Rabbin mağfiret egisidir. Yani Allah Teala'ga tövbe qilgan kishini mağfiret qilguchidir. Ve qattiq azap egisidir. Yani küfürlükte davam qilgan, haddidan aşqan, haqdan bosh tortgan, haq bilan qarshilashgan ve onun qarshi ish qilgan kishini qattiq jazolag'uchidir. Mubada biz onu ajam tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nimishqa uning oyatlari biz tushunadigan tildir o'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajabchimi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qiling'uchilardir. Yani ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan. Musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U vaqtda ixtilof bo'ldi. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatga kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqarilardi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaklidir. Qur'onni inkor qilishning qarshilashganlik va bosh tortganlikning ifodasi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qur'onni uning fasohat va balog'atli kitob ekanligini, so'zi va ma'nosi nihoyat puxta ekanligini, shundoq turuqliq mushriklarning uningga ishonmaganligini tilga olgandan keyin ularning Qur'onni inkor qilganligini, ularning haq bilan qarshilashganligi va haqdan bosh tortganligining ifodasi bo'ladi deb ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa,
ular unaga ishonmaydi. Shundaqla Qur'onning hammasi arab tilidan boshqa bir tilda nozil qilinsa, ular uningdan bosh tortib qarshilashish yuzidan albatta mundaq deydi. Nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi? Ya'ni ular nemishqa u kitob ro'shan bayon qilingan holda arab tilida nozil qilinmadi? Arabcha so'zlaydigan, arab tilidan boshqa tilni tushunmaydigan arab payg'ambarga Qur'on qandoqmi arab tilidan boshqa tilda nozil qilinsin deb cho'qim uni inkor qiladi. Bu mazmun İbn Abbas, Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Suddi va boshqalardan mushundaq rivoyat qilindi. Aytqinki, u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak-shubhaga shifodir. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, bu Qur'on iymon etgan odamning qalbini yoritadigan hidoyat nuridir. Ham dillardagi shak-shubhaga shifolik berguchidir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Ya'ni ular Qur'ondagi oyatlarni tushunmaydi. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ular Qur'ondagi ro'shan bayondan hidoyat topmaydi. Hidoyat topolmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Ayni shular yiroqdan nido qilinguchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Mujahid, ya'ni chaqiriq ularning dillaridan yiroqdir dedi. İbn Jarir, u oyatning ma'nosi go'yo bir odam ular xitob qilib, ularni yiroqdan chaqirdi. Ular uning nima deyotganligini tushunmaydi deganlik bo'ladi dedi. Men bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning kofirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi, xuddi ma'nosini tushunmay tavushini va nidonini anglaydigan chahar chaqirgan odamga o'xshaydi. Kofirlar haqni anglashdan gastir. Haqni so'zlashdan gachidir. Haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi deb qarayman. Musa alayhissalomdek savrchan bo'lishga tavsiya qilish to'g'risida. Biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U vaqtda ixtilof bo'ldi. Ya'ni Musa alayhissalom inkor qilindi va uningga azor berildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgan. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, ya'ni ularga beriladigan jazoni qiyomatgacha ta'xir qilmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ya'ni Alloh taolo ularga tegishli azobni albatta tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga berilgan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Alloh taolodan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. Ya'ni ularning Qur'onni inkor qilishda qilgan so'zlarida asoslanadigan ro'shan dalili yo'qdir. Balki ular qilgan so'zlarida gumonda edi. Uningdan hech narsani jazmlashtirolmaydi.
Bu ayetni İbn Cerir yuqorqidek tafsir qiladi. Bu ayetning ma'nosining shundoq bo'lishi ehtimolga yaqindir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Fussilat tafsiridan 45. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.